Avvalambor farzandga bizning iltimosimiz azizlar, yaxshi ism qo'yishimiz kerak. Ulamolardan so'rab ism qo'yishimiz kerak. Qani bir ismdan ham odamni qaysi xalqqa mansubligi ham bilinib turishi kerak-da axir. Men shunaqa deb o'ylayman lekin. Odamni ismidan bir ismini aytgandan keyin qaysi xalq, qaysi millat vakili ekanligi ham ma'lum bo'lib turishi kerak. Men o'ylaymanki, mana shu katta o'rta yosh odamlar hammamizni ismimizni otalarimiz, bobolarimiz, buvilarimiz qo'yishgan, to'g'rimi? Hozir 22 yosh yigitcha otasi bor, onasi bor, dodasi bor, buvisi bor, hech kimdan so'ramayapti. O'zi bor ism qo'yib kelyapti. Qani bu odob? Odobli farzand, otajon, onajon, nabira muborak bo'lsin. O'zinglar bir tabarruk qilib ism qo'yib beringlar. Ota o'zi yetimlik bilan katta bo'lgan, shu kunlarni havasi bilan yashab turibdi. Alloh bir nabira berdi, ichida bir havasi bor. Alloh nasib etib bir nabira bersa falon ismni qo'yaman. Yoki qiz nabira bersa onamni ismini qo'yaman degan ichida bir havasi bor. Bu yoqda farzand so'ramasdan ism qo'ydi. Odob yuzasidan ismni kattalar qo'yadi. Payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida ommatan sahobalar farzand ko'rsa Rasulullohning huzurlariga olib kelishardi. Tabarrukan Rasululloh ism qo'yardilar. Tabarrukan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanglayini ko'tarib qo'yardilar. O'zi borib raddomga, tug'ruqxonaga borib o'zi azon etib kelyapti. Haligi yigit qulog'iga azonni etib, ismini qo'yib, hammasini bajarib kelyapti. Odobsizlik bu yigitlar. Odobsizlik bu. Adab yuzasidan bu kattalar, yoshi ulug'lar, fazilatli insonlar, ulamolar, ahli ilmlar, shu jamiyatda yashab turgan ulug'larga bu vazifani topshirish kerak.